Salom do'stlar, Diyorbek YouTube kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile o'yinini o'ynab masaldan olishga harakat qilamiz do'stlar. Bugungi videoni boshlashdan oldin like bosib obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Qani biz o'yinimizni boshladik. Xo'p, hozirda yana o'sha Tatergash do'stimiz bilan 3 raund o'qqisali. Birinchi raund Koreyak, ikkinchi raund 416 hamda yana 3-raund Koreyak o'ynaymiz akalar. Xo'p, o'yinimizni boshladik bo'lmasam. Mana maka qo'yib qo'ysak. Xo'p akalar. Mendancha o'yin bo'lyapti akalar. Bomba tushdi. Chopdi ola akalar. Yonimga bomba tushib o'ldirib qo'ydi-yu. Qochishga ulgurmay qoldim. Qochishga uspid qilmadim akalar. Hop. Qani, sekin qaraymiz. Ko'rdim. Onayim ko'r, jonim oz. Yo akalar, head bilan oldik birinchi shotimizni. Hop. Qani, xo'sh. Hop, yaxshi. Hop, yaxshi. Yaxshi akalar, o'ldirdik. Yordik akalar. 2-1. Tepada tushdi. Hoppa. Yaxshi akalar. 3-1 akalar. Yoryapmiz. Akalar, ming bor uzr so'rayman. Telefonim jicha qatta biroq ishlayapti. Chopdi, o'ldirib ketdi. Hop. Qaraymiz. Hoppa. Yelloy akalar. Yetib oldi-yu bu. Chopdi. Hop. Chopdi olaman akalar. Kamay qilib ketdi-yu. Mayli do'stlar. Yutamiz xudo olasa. Loy. 5-3. Uy, katta yedi. Tepada. Ko'rdik. Hoppa, yomon yedi akalar. Yana hetga edi. Comeback qilib yetib oldi akalar. Do'stlar, shu joyda sizlarga ozgincha ma'lumot akalar. Futbolni ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta futbollar ketma-ket zo'r bo'lyapti akalar. O'tgan safar, ya'ni 18-iyun O'zbekiston bilan Kolumbiya, Abbosbek Fayzullayev yurtdoshimiz kallada tarixiy gol suqdi akalar. Xudo xolasa bugun soat 22:00 da kechki paytda Portugaliya bilan O'zbekiston o'ynaydi akalar. Albatta kommentariyalarni kutib qolaman. Taxminlaringcha nechiga O'zbekiston gol urishini albatta yozib ketinglar akalar. Albatta o'qib javob yozib qo'yaman. Hozirda biz o'yinimizni davom etamiz. 6-6 qilib qo'ydik. Yaxshi. Hop. Hoppa. Yurib ketayotganda hetta berib qo'ydik. Zo'r akalar. Hop, xudo xolasa yutamiz. 7-6 shot bilan biz bitta shot oldindamiz. Voy loy, tush. Chopdi. Urib qo'yadi. Hoppa. Pritselyatdim. Do'stlar, shotlar teng bo'lib qoldi. Uy, meniki birinchi deydi akalar. Shot bola. Bitta shot olib qo'yarmikin yoki biz olib qo'yarmikinmiz? Hoppa, ko'rdim. Hoppa, yaxshi akalar. 8-8 xudo xolasa yutamiz akalar. Jon jahdimiz bilan harakat qilamiz yutishga.
Tepada akalar ko'rding. Yo'loy, bomba tushdi. Shoptoli. Qaniki? Yonimda ekan. Akalar, yutdik. Xudo xolasa birinchi raund yutib oldik. Endi ikkinchi raund 416 ga o'taveramiz akalar. Hop akalar, mana ikkinchi raund 416 mizni ham boshlab oldik. Hop, yorishga harakat qilamiz bunda ham akalar. Agar 416 da yutqizib qo'ysa, hisoblar 1-1 bo'lib qoladi. Ya'ni 3-raundda kim yutishga hal qilinadi shoptola. Loy. Yellow. Hette yopmiz u. Ko'rdim. Hop, o'ta yedi. Hop akalar. Yaxshi. Shoptola. Bombada adashmasam granatada joni ketdi anchagina akalar. Hop. Ko'z oqartirayotgan otyapti, yo'lloy. Opa, hete oldu. Yaxshigina edi olmagani. Wow, headshot akalar. Opa. Akalar, hop, hozirda 3 shoti bilan tenglashib oldik. Shoptola! Meni bitta aybim akalar, ochiq chiqib beryapman. Endi sal bekinib o'ynamasak, loy bo'ladi bu yog'iga. Shunday ochiq tepadan chiqib beryapman-da akalar. Balchiqdek. O'ynayning. Loy bakavoy qarab turganda headshotlar ketdi bu balchiq. Akalar, u 5-3 bo'lib ketibdi. Sal necha yo'qlaylik. Loydey o'lberavermasdan. Ko'rdim. Akalar. Telefonim qatyapti akalar. Вообще qatidi. Shuncha o'qim tegdi akalar, nima o'lmadi balchiq. Ha, shoptola. Akalar 7-3 shoptolimiz. Loy. Ha, 416 da yo'qman demay akalar. Hammali kerakda gaplashamiz hali. Opa, yetdi. Endi o'lmasam sharmanda etdi akalar, hech beradigancha. Mayli. Do'stimiz yutdi. Ikkinchi raundda yutqizib qo'ydik. Shotlar 1-1. Endi akalar kerakda gaplashamiz. Do'stlar, Kariyakimizning 3-raundiga ham o'tib oldik. Hoppa chekka bomba tushishini men taxmin qilgandim akalar. Menga ham bitta o'xshaydi, lekin shukrulloh ergashib o'lib qoldi. Amma akalar, ismi Shukrulloh do'stim bo'ladi. Hop. Ot qo'ygan, qaranglar do'stim. Do'stlar, hal qiluvchi, ya'ni final bu akalar, 3-raund finali. Akalar, pritsellab turgan ekan, men shunday chiqib beribman. Shoptola. Hoppa, yaxshi. Yaxshi, zo'r.
loy. Uy. Uy. Yo, glazga urib ketdim bu akalar. Qana urdi, u nariga yugurib ketayotdi. Shopbola. Hop, mana bu yerda stop. Match servis javob vaqti tugadi deyapti akalar. Nima dedi hozir? Internet yaxshi ishlamayapti. 1 daqiqa akalar. Do'stlar, ming bor uzr, internet loy bo'ldi. Do'stimiz chiqib ketib qoldi. Nimagadir pajidan chiqarib yubordi. 3-raundimiz oxirigacha yakunlanmadi akalar. Ming bor uzr so'rayman. Xudo xolasa keyingi videolarimizda albatta yakunlab qo'yamiz. 1 daqiqa. Xudo xohlasa keyingi o'yinlarimizda 3-raundni ham yakunlab qo'yamiz akalar. Albatta kommentariyaga o'yin haqida, video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib keltiring akalar. Albatta futbolni ham nechi bo'lishini kommentda kutib qolaman. Sizlar bilan har doimgidek Diyorbek kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat akalar.